juda ham mashhur bir O'zbekistonda artistni o'g'li, demak, u insonda OIV infeksiyasi bor. Kelinga bu narsa yuqyapti. Surishtirsa buni oldingi ayoli ham bo'lgan, oldingi ayoli ham yuqtirgan. OIV infeksiyasi fohishani, narkomanni kasali degan narsa qolib ketdi. Sinfdoshlar даже partaga yozishganda OIV infeksiya deyilmagan, SPID deb yozib aniq ketishganda, именно men o'tirgan parta joyga mana bu odamni bundan ayb o'tmagan, baribir hammasi birinchi o'chirdi Allohdan. Bu kasallikka chalinganda men уже bo'ldi, men bu yog'iga hayot yo'q deb o'ylagandim. Oldimda fohisha o'tiradi, narkoman o'tiradi. Ziyoli, men o'shalar bilan teng bo'lishga harakat qilaman. Bu kasallik OIV infeksiyasi yosh, jins, kasb, irq tanlamaydi. Bizda bilasiz, mentalitetda erkak kishi doim yo'q, menda emas. Men Men sog'lomman, men bormaganman. 10 yil oldin meni bir 70 yoshli otaxon murojaat qildilar. 10 yoshgacha, 12 yoshgacha yashaysan bo'ldi, keyin o'lasan. Men 1 yil OIV infeksiya bilan yashab keldim. Shunday holatlar bo'ladiki, qizlar nikohlanish paytida ko'proq chiqib qoladi. Juda ko'pchilik bilan bo'lmaganman, bir 5-6 ta erkak bilan bo'lganman, lekin местный xalq bilan bo'lmaganman, arablar bilan bo'lmaganman. O'zimizdan borgan o'zbek, rus, shu SNG davlatni odamlar bilan. Men unaqa yengiltay ayol emasman deyman. Behimoya, demak, prezervativ bo'lgan, lekin bu uchun qanaqa oddiy hol. O'zbek ayolini fikri, demak, yengiltay bo'lish uchun men ixtiyorim 20-30 tamikin, buni bir mezoni bormikan? Shunday xastaliklar borki, insonning tashqi qiyofasida ham, ichki organizmida ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qo'ymaydi. Bu qand kasalligi, saraton kasalligi. Bunday kasalliklar qancha? Va yana shunday tur kasallik borki, qanday yuqtirilgani ham, alomatlari ham ba'zida sezilmasligi mumkin. Lekin kun sayin insonni ichidan yemirib, atrofidagilarga xavf tug'dira boshlaydi. Bu SPID xastaligi. Bu kasallik alomatlarini bilasizmi? SPID kasalligini rostdan ham davosi yo'qmi? O'zi SPID kasalligiga chalinganlar qancha umr ko'radi? Bugun shu va boshqa savollarga umuman o'zgacha, kreativ, yangicha rakursda javob olasiz. OITSni qanday aniqlash mumkin? OIV infeksiyasini klinik belgilari orqali aniqlash mumkin va respublika bo'yicha 15 ta OITSga qarshi kurash markazi faoliyat yuritadi va ular qoshida do'stona 15 ta va 133 ta ishonch xonalari faoliyat yuritadi. Bevosita ana shu tashkilotlarda OIV infeksiyasiga qon namunasi topshirish orqali ham aniqlash mumkin. Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududida mobil laboratoriya faoliyat yuritadi. Reja grafik asosida aholi gavjum joylarda, masalan, bozor hududi atrofida yoki bo'lmasam yirik savdo majmualari hududida mobil laboratoriya faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bu mobil laboratoriya faoliyati davomida bevosita anonim tarzda hech qanaqa shaxs tasdiqlovchi hujjatlarsiz tezkor usulda qon namunasi topshirish imkoniyati mavjud. 3 ta yo'l bilan yuqadi. Birinchisi jinsiy aloqa, ikkinchisi parenteral, ya'ni bu tibbiy, notibbiy. Tibbiyga bu o'sha stomatologiyalarga borish yoki bo'lmasam jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish yoki bo'lmasam sterillanmagan shpritslardan kateterlar qo'yish yoki bo'lmasam intervenna kapelnitsalar olish, to'g'rimi? Ana shu orqali teri butunligi buzilgan paytda shu narsa OIV infeksiyasi yuqib qolishi mumkin. Nosteril bo'lgan paytda. Uchinchisi bo'ladigan bo'lsa, bu vertikal holat. Ya'ni homiladorlik vaqtida, tug'ish davrida yoki bo'lmasam ko'krak emizish vaqtida shu infeksiya bilan yuqib qolishi mumkin. Yoshligimdan beri OIV infeksiya bilan yashab kelaman. Balkim bu tasodifdir. Onadan bolaga yuqqandan keyin OIV infeksiya oyim domalutkaga topshirganlar. То есть bu mehribonlik uyiga. Mehribonlik uyidan, то есть chaqaloq davridan 3 yoshgacha bo'lgan domalutkaga topshirganlar. U yerdan katta bo'lganman, maktabga chiqaman. Keyin katta bo'lgan sarim mehribonlik uyida baribir hamma narsa ochiq. Даже medpunktga dori ichishga kelsangiz ham, грубо говоря aytsa, quloq ko'pda, hamma yoqda quloq baribir hamma kimdir nimadir bilgisi keladi. Yangi shunaqa qilib bilib olganman, bilmadim. Menga qiyinchilik o'tmagan OIV infeksiyani bilish. Qabul qilishingiz. Qabul qilish ham bilish. Borgandan keyin shu
bir oy ishlagandan keyin diskotekaga bordim. O'sha Hop. diskotekada ichdik. Ichgandan keyin o'zim mast bo'lib, bilmadim hech narsani. Qizlarni og'aynilarim chaqirgan. Betartib jinsiy aloqa qilib qo'ygan. To'g'risi bunaqa kasallik haqida menda ma'lumot bo'lmagan shu paytgacha. O'sha sababli xavfsizlik choralarini ko'rmasdan betartib aloqa qilib shu kuyga tushib qoldim. HIV infeksiyali inson ham hammaga o'xshagan inson. U baxtli bo'lish, o'qish, haj umra safariga borish, chet elda ta'lim olish, biznes va boshqa maqsadlari bor. Shu maqsadlarga erishish huquqi bor unda. Bundan juda ko'p yillar oldin shu HIV infeksiyasi birinchi shu O'zbekistonda ro'yxatga olinganda VICH infeksiya, HIV hukmda eshitilardi. Ya'ni bu fohishani, giyohvandni, oilaga vafosizlik, ifloslik oqibatini kasali deb hisoblangani uchun hozirgacha shu bizning mentalitetda shu saqlanib qolganki, ba'zi bir insonlar HIV infeksiyasini yaxshi bilmagan, yuqish yo'llarini, uni oqibatlarini kechishni bilmagan insonlar, hattoki men o'zim shifokor bo'lib turib, bizning hamkasblarda ham shu bemorlarga, fuqarolarga nisbatan men hattoki bemor degan ham kelmaydi, fuqarolarga nisbatan bir jirkanish, qanaqadir ularni kamsitish, diskriminatsiyaga uchratish holatlari bor. Bu juda ham noto'g'ri. AIDS ya'ni SPID xastaligi qanaqa xastalik, xabaringiz bormi? Bor. Я не знаю, я bilmayman. Da, egaman, lekin tushib bera olmayman. Bilaman, juda xavfli kasallik. AIDS xastaligi ya'ni SPID kasalligi qanaqa xastalik, xabaringiz bormi? Ну, это то, что общежитиеda bizda o'rgatgan uchun narsani bilamiz, только всё. Bor. Ha, xabarim bor. Bilaman, xabarim bor. Ma'lumotga egamisiz? U haqda bilmayman. Ko'cha tilida qilib aytganda jinsiy aloqadan chiqadigan kasallik. Xabarim bor, lekin bundan ma'lumot berishim bilmayman. Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi. Bu HIV infeksiyasi havo tomchi infeksiyasi emas. Havo tomchi yo'li bilan qon bilan muloqot bo'lmasa yuqib qolmaydi yoki umumiy ovqatlanish shoxobchalarida ovqatlanganda, umumiy idish tovoqlardan yoki bo'lmasam o'rin ko'rpa kabi kundalik foydalaniladigan maishiy buyumlar deymiz, uy jihozlaridan yuqmaydi. Depilyatsiya qilgan paytda yuqmaydi, chunki u yerda qon chiqmaydi. Yotganda pastellardan yuqmaydi bu infeksiya. Yoki bo'lmasam bitta piyoladan choy ichganingizda, yoki bo'lmasam bitta basseynda cho'milganingizda, bitta telefondan foydalanganingizda, quchoqlashganingizda, o'pishganingizda, o'pasiz-ku, ha? O'pganda ulardan yuqmaydi. Qachonki o'sha bemorning qoni o'sha teri butunligi buzilishi oqibatida kirganda o'sha paytda yuqadi. Maktab davrida sinfdoshlar даже partaga yozishganda HIV infeksiya deyilmagan, SPID deb yozib aniq ketishganda, imенно men o'tirgan parta joyga, shu menga yomon tegib ketgan. Baribir men ham odamman, mendan ayb o'tmagan, baribir hammasi birinchi o'chirib Allohdan. Qanaqa holatga tushgansiz? Shunaqa jarayonlarda ajratishda masalan. Shokda bo'lganman-ki, qobiqqa kirib qolganman. O'zbekistonga 2006-yildan beri dori kirib kelgan bo'lsa, 2006-yilda birinchi marta yoshlarda chaqaloqlar oldin bo'lmaganda kasal. 2000-yilda birinchi uchetga olgan chaqaloqlardan birinchi men bo'lganman-da. O'zbekistonga kelgandan keyin doktorga ko'rindim. Shunaqa kasallik kelib chiqdi mana. Birinchi marta bu kasallikni eshitganimda shokka tushib qoldim, chunki bu bunaqa narsa bo'ladi deb hech o'ylamagandim. Ota-onam, oilam hammasi ko'z oldimdan o'tdi. Ularning oldida kim degan odam bo'ldim men. Hozirda ertalab turishim bilan faqat dori ichaman. Avvalgiday bemalol emin erkin uxlab erkin yasholmayman-da hozir. Afsuski o'sha kunlarga ming la'nat bo'lsin. Mana kuni kecha pandemiyani boshdan o'tkazdik. Shu pandemiyadan keyin juda ham ko'p bemorlar menga "Voy, bizani kasal har holda ancha yumshoq ekan pandemiyadan oldin. Mana oilada hamma bo'ldi, lekin men bo'ldimki yengil o'tib ketdimi" degan bir fikrlar bo'ldi. Ertaga emas, indinga men farzandim rohatini ko'rmasdan turib,
nevara ko'rmasdan turib bu yorug' dunyoni tark etaman degan fikrdan uzoqlashtirdi, ruhiy tushkunlikdan chiqardi haligi pandemiya holati demoqchimanda. Faqat shu organizmda 4 ta suyuqlik epidemiologik jihatdan xavfli suyuqliklar bu qon, sperma, qin suyuqligi va ona suti. Shu 4 ta suyuqlik epidemiologik jihatdan xavfliligini bilmagan holda ham bizani shifokorlarda bemorlar to'g'risini borib aytadi. Ular ham tishi og'riydi, yuragi yomon bo'ladi, yiqilib qanaqadir travma bo'lishi mumkin, oyog'i sinadi-yu, jarohat oqibatida teri butunligi buzilib tiktirish kerak bo'ladi. O'zini infeksiyasi to'g'rilikcha aytgandan keyin, "Yo'q, men seni qabul qilmayman" deydi. Bu juda ham noto'g'ri. Qonunchilikda belgilab qo'yilgan OIV infeksiyali bemor, OIVga bog'liq bo'lmagan har qanday kasalliklar murojaat qilish huquqiga ega va birorta davolash profilaktika muassasasi, birorta shifokor unga demak rajon berishi mumkin emas. Bu qonunda belgilangan. Bu kasallik OIV infeksiyasi yosh, jins, kasb, irq tanlamaydi. Bugungi kungi statistikaga qaraydigan bo'lsak, respublikamizda bugungi kunda 50 mingga yaqin OIV infeksiyali fuqarolar yashab istiqomat qilib kelayotgan bo'lsa, ularning 55% erkaklar, 45%ni ayollar tashkil qiladi. Nisbatan teng tendensiya kechmoqda. Birozgina erkaklar orasida yuqori ko'rsatkich qayd etilgan. Yoshlar nisbatiga qaraydigan bo'lsak, 51% o'sh bilan yashovchilarning aksariyat asosiy qismi 30 yoshdan 49 yoshgacha bo'lgan, ya'ni o'sha mehnat qobiliyati, jinsiy faol yoshda bo'lgan aholi qatlami. Bu xastalikka chalinganlar uzoq yashamaydi degan tushunchalar ham mavjud. Bizni OIV infeksiyali fuqarolarimiz orasida bugungi kunda 60 yoshdan oshgan, hattoki 70 yoshdan oshgan ushbu infeksiya bilan uzoq yillardan beri yashab, sog'lom turmush tarziga rioya qilib, vaqtida o'zini dispanser nazoratida, bizni davolovchi vrachlarimiz nazoratida bo'lib, belgilangan davo muolajalarini, ya'ni retrovirusga qarshi preparatlarni muntazam qabul qilish yo'li bilan uzoq umr hayot kechirishi imkoniyati to'liq yaratilgan. Menga bitta bemor keldi Andijondan. Unda badanlarida bizda apayasvirlishay deydi, ya'ni o'rab oluvchi temratgan. Bu bemor hamma joyda davolanib yurgan. OIV infeksiyasiga qon olishmagan. Davolangan, OIV infeksiyasiga olmagan. U yoqqa borgan, davolangan, OIV infeksiyasiga olishmagan. Oxiri shu infeksiyaga qon olinganda bu bolachada tasdiqlangan. Даже bilasizmi, qo'lini ushlasangiz og'riqli bo'lgan shu bemorda. Juda ham hamma joyida, chunki bu o'rab oluvchi temratga barcha nerv to'qimalari va u chiqqanda ham pufaklik bo'ladi. Ichidan shu suyuqlik chiqadi. Shunday holatda kelgan, biz buni o'zimizda maxsuslashtirilgan yuqumli kasalliklar shifoxonasi bor. Shu yerga yotqizdik. Bu apayasvirlishaydi, ya'ni o'rab oluvchi temratgini davoladik. Bu bolada уже yaxshilanish boshlandi. Har bitta kasalligingizni agar oldinga qarab ketsa, sizga shunchalik yaxshida. Uni ko'rib quvonasiz, ularni katta bo'layotganini ko'rib quvonasiz. Xuddi o'zingizni bolangizdek ko'rasiz-da ularni. Sirop ichish qiyin bo'lgan, chunki 3 xil sirop bo'lganda, achchiq, shirin, o'rtancha bo'lganda qiyin bo'lgan ichish. Даже mehribonlik uyda doktor bo'lardilar. Aldab bo'lsa ham, aldab emas, ну, такое, например, shokolad beraman, dori ichib ol, doridan keyin shokolad yeb olasan deb, чтобы dorini ichish uchun-da, qolib ketmasligi uchun. Siz masalan yaxshi ko'rgan yigitni boya suhbatimizda aytdingiz. Yaxshi ko'rgan yigitingizda yoki munosabatda bo'layotgan yigitingizda u kasallik bo'lmasa va sizda shu kasallik borligini unga aytarmidingiz? Men har bitta odamni o'rniga aytolmayman, o'zim shaxsan o'zim fikrimni bermoqchiman. Men bitta bola yaxshi ko'rib qo'ygan, gaplashishdan oldin вот просто как salom alaykum, даже tanishasiz-ku, o'shanda tanishgandan keyin просто gaplashib, aylanib peshkom yurganda birinchi kundan вот tanishgan paytimizda men sразу aytganman, menda OIV infeksiyada. Keyin sразу ma'lumot bo'lmagan, bu haqida ham bilmagan, qanaqa kasallik. Sразу o'zim tushuntirganman, nima orqali yuqishini ma'lumot berganman.
keyin ozgina tushunchaga ega bo'lgan. Вот man o'zim oilada o'smaganmanda, lekin oilam bo'lishini xohlayman kelajakda. Bu kasallikka chalingandan men уже o'ldim, man bu yog'iga hayot yo'q deb o'ylagandim. Lekin shifokorlarning tavsiyasi bilan hozirda faqat dori ichib umrimni o'tkazyapman-da. Baribir ham dori ichib yurgan bilan ham odam ich-etini yeb o'tadi. Bu kasallik juda yomon kasallik ekan. Ruhan ham jismonan odam yeb bitiradi. Bundan 1000 yil oldin Ibn Sino bobomiz aytganlar, bemorni so'z bilan davola. So'z bo'lmasa giyoh bilan davola. Bu ham bo'lmasa tig' bilan davola. Mana hozirgi paytda ham shu narsa. Chunki mana bizani baribir miyadan ketadi hamma ruhiy signallar. holatga bog'liq. Albatta. Men har doim shuncha aytaman. Menga doktor sifatida qaramakmasin, oilaning a'zosiman deyman. Kimgadir onaman, opaman, do'stman. Sen menga yuragingni ochgin. Sen bu mavzuda mendan boshqa kim bilan yaqin bo'la olasan? Lekin ichingga yig'ib yursang, bu narsa seni yeydi ichingdan. To'g'rimi? Vahimani o'zi kasallik. Sen xotirjam bo'lgin, 50% tuzalding. Bilmadim to'g'rimi, noto'g'rimi, lekin meni bir o'zimni nima deydi, ishlash uslubim bor. Oldimda fohisha o'tiradi, narkoman o'tiradi, ziyoli. Men o'shalar bilan teng bo'lishga harakat qilaman. O'shalarning tilida gaplashaman. Shunda ular ochiladi. Ochiladi va men aytganimni qiladi. Ushbu o'lim infeksiyali fuqarolarni o'zini huquqi mavjud. Sababi oila a'zolariga yetish, ya'ni farzandlariga yoki ota-onasiga agar voyaga yetgan shaxs bo'lsa, yetish ularni o'zini ixtiyorida qoladi. Faqatgina OITSga qarshi kurash markazini tegishli mutaxassisi uni turmush o'rtog'i bevosita jinsiy sherigini ogohlantiradi. Bizning amaldagi qonunchiligimizga ko'ra tanishtiriladi, tushuntiriladi. Ushbu infeksiyaning yuqishini oldini olishga qaratilgan barcha chora-tadbirlar yaratiladi. Hattoki o'sha himoya vositalari, maxsus muloqotdan oldingi profilaktika deymiz. Ushbu o'lim infeksiyasi bilan yashovchi juftliklarimizga muloqotdan oldingi profilaktika maqsadida dori preparatlari ham taqdim etiladi. Turmush o'rtog'iga yuqishini oldini olish maqsadida. Mabodo eng yaqin insoningiz shu kasallikka chalinganda nima qilgan bo'lardingiz? Nima qilardik? Buni davolardik. Yo'q, обязательно yonida bo'lgan bo'lar edim. Jondan az yaxshi ko'rgan inson o'zi avvalambor ota-ona bo'ladi, ikkinchi o'rinda yurt halolim bo'ladi. Avvalambor davolashga harakat qilaman. Xudo o'zi asrasin birinchi. Endi qo'ldan kelgancha yordam qilardik. Spid kasalligiga chalingan bo'lganda erga tegarmidingiz bunga? Ну, эта болезнь излечимая emas, unda lечить qilib bo'lmaydi. Следовательно, наверное, нет, потому что borosa qilib farzand malik bo'lmaydi. U qanday nima uchun yashaydi ekan unda? Maqsad bola chaqa bo'lmasa keyin. Eng yaqin insoningiz, sevgan qizingiz shu kasallikka chalinganda unga uylangan bo'larmidingiz? Uni menimcha davosi yo'q, shuni bilaman. Bilmadim endi lekin bu savolga javob berish unchalik qiyin. Yo'q, конечно. Bu gapga yo'q deyman, chunki sog'liq birinchi o'rinda, uni davolatib keyin uylangan bo'lardim. Agar u yaxshi ko'rgan qizim bo'lsa, yo'q. Nu ato misol uchun ayolim bo'lib qolsa, men uning uchun hamma narsaga tayyor bo'lardim. Er xotinlar o'rtasida shu kasallik kelib chiqqanda masalan, qanday holatlar ko'p kuzatiladi? Bizda bilasiz, mentalitetda erkak kishi doim yo'q, menda emas. Men sog'lomman. Men sog'lomman. Men bunaqa kasal, men bormaganman. Men nima qilmaganman. Sen bo'lsang kerak degan narsalar ko'p bo'ladi. Baribir ayol kishini nima deydi? Ayblashadi. Bir xilgi paytlarda o'zida bo'lsa ham, birinchi o'zida tasdiqlangan bo'lsa ham, keyin xotinidan olganimizda musbat natija chiqadigan bo'lsa, baribir ayol kishida tug'ish jarayonida bo'lgandir yoki bo'lmasam muolaja olganingda bo'lgandir, balkim ginekologik muolaja olganingda bo'lgandir degan narsalar bo'ladi. Lekin nima deydi? Ayollar bardoshlik bizda. Bardoshlik. Hamma narsani yengib o'tuvchi ayollar. OITS markazida ishlayman, buxgalteriya sohasida. Ishxonamda diskriminatsiya bo'lmaydi, hamma как singilda munosabatda bo'lishadi. Bilasizmi, вот odamlar вот hech kim yuzingizga aytolmaydida, sen kasalsan debda. Ko'chada, например, kelib sen kasalsan o'qib hech kim aytolmaydi. Qo'rqadi. Lekin orqadan gapirish mumkin.
og'rig'idan gapirsa ham eshitib qoldingizmi, ahamiyat berish kerak emas unga. Befarq bo'lib, o'zingiz ishingizni o'zingiz yo'lingizda bo'lishingiz kerak. Suygan qizim bor edi, lekin unga uylana olmayman. Chunki u ham mendek azoblanishini xohlamayman. 10 yil oldin manga bir 70 yoshli otaxon murojaat qildilar. To'g'riroq ularning farzandlari. 70 yoshda otasiga sanda OIV infeksiyasi bor deyish juda og'ir bir vaziyat, lekin kasallik tasdiqlangan. Ular iltimos qilishdi. Shu sariq kasalmi, jigaringizda kasal bor ekan deb olib kelishdi. Juda ahvollari og'ir. 70 yoshda endi OIVdan tashqari boshqa kasalliklar ham bo'ladi. Somatik kasalliklar, surunkali. Davoni boshlaganda bizda rekonstitutsiya degan holat bo'ladi. Shu dori boshlangandan keyin ahvoli bitta keskin og'irlashishi. Buning natijasida o'rab turuvchi temiratka degan kasalligimiz bor. Shu OIV infeksiyaning belgilaridan biri gerpes zoster. O'sha toshib ketdi. Juda og'riqli, azob beradigan bir holat. O'shanda ular menga bir ishonch singdirsa, siz doringizni boshladik, shunaqa bo'ldi degan narsa. Menga ishoning dedim. Parallelni demak uni ham davoladik. Bir 2 haftada yaxshi bo'ldi bu holatlar, shu bilan yaxshi tarafga o'zgarishni boshladilar. Bir 6 oylardan keyin o'g'illar yetyapti. O'ylantirasizlarni to'polon qilyapti dedi. Shunchalar bir yaxshi bo'lib qolganlarki, ketma olib yer chopyaptilar. Eja urdirib qo'ymanglar deyman. Endi meni jigarga qaraydigan doktor, o'sha doktorga olib borgan, suhbatlashsa ancha yaxshi bo'laman keyin tushuntiring endi hozir qaysi kampir olib beramiz bularga, kampirga aytish kerak-ku bu holatni. Keyin do'da keldilar. Men aytdim, uyatmasmi endi navara to'y qilyapsiz do'da deb ancha gaplashdik. Ha, bo'pti bolam deb keyin qaraytsam, yo'q, ko'nikib qoldilar. O'sha jigar doktori aytganini qivurlaring deb aytdilar. Hozir mana 80 ga kirdilar, osh berdilar. Bo'lmasa o'sha eng kelganlarida o'sha ertaning men omonatimni topshiraman degan fikrlarni ham bildirgandilar. Yana bir aholi bilan so'rovnoma o'tkazganimizda shunday fikrlar bo'ldiki, ko'pchilik yoshlar nikohdan o'tishayotganda masalan tibbiy ko'rikdan ham o'tishadi. O'sha tibbiy ko'rik jarayonlarini masalan pul bilan hal qilish yoki pul bilan yopish yoki qanaqadir bildirmaslik holatlari bo'lishi ham mumkinmi? Bu fikringizga qo'shilmagan bo'lardim. Sababi OIV infeksiyasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasining qonuni mavjud. Xabaringiz bo'lsa, OIV infeksiyasiga qonunda 15-moddasida majburiy tartibda tekshiriladigan aholi kontingenti ro'yxati keltiriladi. Nikohlanuvchi fuqarolar, nikohlanuvchi yoshlar aynan shu majburiy tartibda OIVga tekshiruvdan o'tuvchi aholi guruhiga kiradi. Shu sababdan FHDYO organlaridan yo'llanma tibbiy ko'rikka berilishi bilan tuman tibbiyot birlashmasi, ya'ni markaziy poliklinikada nikohlanuvchilar tegishli tibbiy ko'riklardan o'tkaziladi tor mutaxassislardan. Aynan shu jarayonda fuqarolardan OIVga qon namunasi olinadi. Va olingan qon namunasi faqatgina OIVga qarshi kurash markazining maxsus laboratoriyasida tekshiriladi. OIVga qarshi kurash markazining laboratoriyasida o'tkazilgan tahlilda ular yo'llanmasi, tahlil natijasi va OIVga qarshi kurash markazi tomonidan beriladigan sertifikatlar qalbakilashtirish imkonsiz. Faqatgina OIVga qarshi kurash markazidan beriladi. Bunga jinoiy javobgarlik qat'iy belgilangan qonunchiligimizda. Aynan qon orqali yuquvchi infeksiyalar, aynan OIV infeksiyasiga topshirilgan tahlil natijasini men o'ylaymanki qalbakilashtirish yoki ma'lum bir haq evaziga tibbiy ko'rik yoki qon namunasi topshirmasdan turib o'tkazish bu amaliyotda deyarli uchramaydi. Shunday holatlar bo'ladiki, qizlar nikohlanish paytida ko'proq chiqib qoladi. To'y belgilangan, hamma to'yga aytib qo'yilgan, oldi berdilar bo'lib qolgan. Bizni infeksiyamiz o'zi 3 oydan 10 yillarga cho'g'ir hech qanaqa o'zini klinik belgilarini bermaydi. Bizda o'zbegona nimamiz bor-da, qachonki qarashlarimiz bor. Qachonki biz yotib qolsak kasalmiz. Biz bunday sog'lom yurganimizda organizmimizda virus bor, lekin hali o'zini ishini qilgani yo'q. Qachonki ishini qilib, bitta organizmimizni ishdan chiqarib, keyin yotib qolgan paytimizda biz ishonishimiz kerak. Men kasallarimga juda ham ko'p aytaman. Juda ham ko'p kelishadi. O'zini statusiga ishonmaganlar ko'p keladi. Keladida, shu narsani aytaman. Sizni yiqitishi kerakmi
yiqitgandan keyin siz shu kasallikka ishonasizmi? Undan ko'ra shuni oldini olganimiz ma'qulroq emasmi? Bilasizmi, вот menga bitta narsa aytishgan edi kichkinaligimda. 10 yoshgacha, 12 yoshgacha yashaysan bo'ldi, keyin o'lasan deb. Ammo o'shanda kichkina edim, keyin 10 yoshga to'ldim, yasholmay, 12 yoshga to'ldim. Даже 15 yoshga. Hozir Xudoga shukr 24 ga kiraman, 24 yil OIV infeksiya bilan yashab keldim. Bu katta respekt. Har bitta odamni o'ziga bog'liq. Yashashimizni biz vaqtini belgilay olmaymiz. Qachon o'lamiz, qachon yashaymiz, hammasi Allohdan. Atrofingizdagilarga masalan yuqtirib qo'yishdan qo'rqish holatlari ham bo'lganmi? To'g'ri yo'lda yursangiz, yuqtirish anaqasini o'ylamaysizda. Unga o'ylashga vaqtingiz ham bo'lmaydi. Kim to'g'ri yurmayotganlarga tavsiyam to'g'ri yurishga harakat qilishga, yuqtirmaslikka. Baribir har bitta inson agar yuqtiraman deb o'ziga yaxshi bo'ladi deyish kerak emas. Agar siz bilib turib yuqtirsangiz, Qasddan siz ham jinoiy javobgarlikka. jinoiy javobgarga tortilishingiz mumkin. 5 daqiqalik lazzat butun hayotimni o'zgartirib yubordi. Agar kimdir mana shunaqa yo'lda yurgan bo'lsa, unaqa yo'ldan qaytinglar. Mana kuni kecha yana bir ham og'ir holat, ham ayanchli holat bizani o'zbek qizlari uchun bitta demak birlamchi kasal keldi. Juda og'ir ahvolda. 14 yil Misrda yashagan ekanlar. O'sha yerda ishlaganlar. Lekin o'zbek, yaxshi oiladan. Endi men so'ramadim, nima majbur qildi sizga o'sha yerda ishlashga. Yuqish yo'llarini bari surishtiriladi, qatdan yuqdi. Ko'pchilik bilan bo'lmaganman, bir 5-6 ta erkak bilan bo'lganman, lekin местный xalq bilan bo'lmaganman, arablar bilan bo'lmaganman. O'zimizdan borgan o'zbek, rus, shu SNG davlatni odamlar bilan. Men unaqa yengiltek ayol emasman deb. Demak, 5-6 ta turli millat erkaklar bilan birga bo'lgan, behimoya, demak, prezervativ bo'lgan, lekin bu ular uchun qanaqa oddiy hol. O'zbek ayolini fikri, men yengiltek ayol emasman. Demak, yengiltek bo'lish uchun men ixtiyorim 20-30 tamikin, buni bir mezoni bormikan? Endi bu savolni beraman, lekin beraman albatta bu savolni, chunki hozir og'ir ahvolda. Juda og'ir ahvolda men bunaqa konsultatsiya qildik. O'pkani pnevmotsista zotiljam degan bir kasalligi bor, shu bizani infeksiyada. Uni demak antibiotiklar u dori kasallikka ta'sir qilmaydi. Rejasini belgiladik, ancha ahvoli yaxshilandi, lekin organizmda CMV infeksiya degan narsa bo'lgan, u ko'zga ta'sir qilib, bitta ko'zi ko'rmay qoldi bu kez. Kuni kecha keldi, ancha ahvoli yaxshi. Doktor, men Misrga ketmoqchiman. Sabab tinchlikmi? Hali ahvoli yaxshi emas. Yerda uyim bor, meni mashinam, ishim bor. Yonda ona o'tiribdi. Ona ham hay qizim demayapti. Men aytdim, borasan dedim. Hozir yo'q desam, boshqacha borasan albatta, bugun emas, ertaga. Keyin oldin ahvolingni yaxshilaylik, dorilarni boshlaylik, analizlaring yaxshi bo'lsin, gaplashib qo'yamiz. Bu ikkinchi o'rinli narsa. Ammo shuni aytishim joizki, bugungi kunda respublikamizda OIV infeksiyasini onadan bolaga yuqishiga to'liq chek qo'yilishi arafasida turibmiz. Sababi butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bu boradagi sertifikatini olish arafasida turibmiz. Deyarli sanoqli, barmoq bilan sanarli holatdagina qayd etilishi mumkin. Bu ham ma'lum bir sabablarga ko'ra, ammo to'liq nazorat ostiga olingan. Demak, bola 100% sog'lom tug'ilishi mumkin. Albatta, albatta. Shunday holat bo'lgan. Menda juda ham bemorga nisbatan kuchsizmanda. Yig'lasa yig'laboraman, ta'sirlanib ketaman. Men o'sha odamga yordam bera olmayapmanmi? Juda ham qiynalaman ichim. O'shaning uchun shu borimcha harakat qilaman. Klinikada заведующий bo'lganman. Заведующий bo'lgan paytimda sizga bitta voqeani aytib beraman endi. Dejurstvadan paytimda pnevmotsistni pnevmoniya bilan yotgan bemor bor edi. Pnevmotsistni pnevmoniya ham oxirgi davri
spid davri, og'ir kechadigan kasallik, olib ketadigan kasallik, vafot etishi mumkin bo'lgan kasallik. Shu odam 3 kun 4 kundan beri o'zi og'ir holatda, ana ertaga ana indin deb turilgan narsa edi. Shu bemorga yordam beraman deb jon jahdim bilan ishlaganman. Lekin o'sha bemorni yo'qotdim o'sha kuni. Man judayam o'zimdan o'zim nima bo'lib ketdim. Man qanchalik haligi ezilganimni, nima qilganimni, nima uchun boshqa narsa qolgan yo'q edi. Hamma yo'qda qilganman. Lekin Allohga o'sha kuni kerak ekan. Olib ketdi. Mana o'shanda judayam qiynalganman. Juda ham mashhur bir O'zbekistonda artist o'g'li, demak, uylanyapti. U insonda HIV infeksiyasi bor. Zaksdan oldin medosmotr o'tganda kelinga javob ko'rsatilmagan. To'yxonada bilasizlar, mana выездной registratsiya bo'ladi-ku, to есть FHD xodimlari kelib to'yxonamizda hali demak nikoh guvohnomasiga qo'yib qo'ydirishadi. Demak, o'sha narsalargacha bo'lgan. Bu narsa soxta bo'lgan. Demak, soxta FHD xodimi kelyapti, soxta hali kelinni ishontirishgan, kelin tarafi. Keyin bilsaki, bu soxta bo'lgan, faqat shar'iy nikoh bo'lgan, kelinga bu narsa yuqyapti. Surishtirsa buni oldingi ayoli ham bo'lgan, oldingi ayoli ham yuqtirgan. Bu demak, tomir ichiga giyohvand moddalar qabul qiluvchi inson bo'lgan, ayoliga yuqqan. Mana hozir o'zbek ayoli qayerga boradi? To'y bo'lgan, shar'iy nikoh bo'lgan, ota-onani yuzi yashab ketdi. O'ziga kasallik yuqdi. Lekin ikkita farzand bor, ikkala farzand sog'lom tug'ildi. Demak, o'sha o'z vaqtida ayolga homiladorlikda retrovirusga qarshi terapiya boshlandi. Kesir kesish yo'li bilan farzandni dunyoga keltirdi. Farzandi sun'iy oziqlantirishda 28 kun davomida maxsus siroplar davlat tomonidan bepul berilgan. Demak, natijada ikkala farzand sog'lom. Aytmoqchimanki, bunaqa voqealar juda ham ko'p. Achinarli yana taraflar bor. To'yga bir hafta, hattoki 3 kun qolganda kuyovda HIV infeksiyasi aniqlanadi, kelinda yoki teskarisi bo'lishi mumkin. O'shanda ikkita quda taraf keladi. Nima deysizlar? Man doktor sifatida aytaman, man ayollar qo'mitasi yoki FHD xodimi, mahalla emasman. Man doktorman. Har bitta HIV infeksiyalimi, boshqami, turmush qurishga, baxtli bo'lishga haqqi bor. Lekin oqibatlarini aytish, ertaga nima kutyapti bu oilani, aytish meni vazifam. Xulosani o'zingiz chiqaringlar. Turmush o'rtoqlariga, oilaga sodiqlikni shakllantirish va albatta tibbiy ko'rikka e'tibor alohida qaratish lozim. Yilda bir marta albatta nafaqat HIV infeksiyasi, barcha qon orqali yuquvchi infeksiyalarga qon namunasini topshirishlarini tavsiya qilib qolgan bo'lardik. Kimdan yuqdi? Qayerdan yuqdi? Nimaga unaqa bo'ldi? U Alloh tomonidan berilgan narsa. Hammaga har xil kasallik beradi. Lekin shu bemorlarimga aytardimki, vaqtida shu dorilarni, antiretrovirusli preparatlarni vaqtida ichsin, nazoratga vaqtida kelsin, yaxshi hayot kechirsin. Atrofdagilar ruhiy madadi hammasi birgalikda bo'lganda, demak, inson HIV infeksiyasidan uzoq yashaydi, sifatli yashaydi. Atrofdagilarga yuqish xavfi kamayadi. Bu inson bizani bemorlarimiz hozir chet elda o'qiyapti, hajr safariga bir necha martalab borib kelishyapti, chet elda biznes qilishyapti, investitsiya olib kirishyapti. HIV infeksiyasi fohishani, narkomanni kasali degan narsa qolib ketdi. Afsus, sog'lom populyatsiyaga kirdi bu infeksiya. Lekin bundan buyon, demak, to'xtatish yo'li, demak, oilaga vafo. Betartib, himoyalanmagan jinsiy aloqadan o'zini saqlash. Bu ham nafs. Nafsni jilovlay bilish kerak. Nafs sizni shogirdingiz bo'lish kerak. Siz nafsga buyura oling, nafs sizga buyurmasin. Tibbiyot masalalarga borganda, masalan, bemorni huquqi uni oldida ochsin. Bir marta ishlatilgan shpritslarni, boshqa tibbiy ansbomlarni. Bemorning haqqi bor. Ko'p marta ishlatilgan narsa bo'lsa, demak, jihoz bo'lsa, qachon sterilizatsiya bo'lgan, ko'rsating hujjatni, buni talab qilishga bemorning huquqi bor.
bemor shu huquqlardan foydalanib bilishi kerak. Bundan buyog'iga hayotim qanaqa o'tadi bilmadim, lekin kuchli bo'lib yashashda davom etaman. 5 daqiqalik lazzat butun hayotimni o'zgartirib yubordi. Agar kimdir mana shunaqa yo'lda yurgan bo'lsa, unaqa yo'ldan qaytinglar. Hayotingizdagi sizni xursand qilgan voqea. Yashab turganimda sog'lom. Institutga kirganim. Keyin yaqinda Germaniyaga borib keldim. Germaniyaga borish faoliyatim niyatim amalga oshdi. Mana shu kasallikka chalingan yoki kasallik bilan og'rigan bemorlarga nima degan bo'lardingiz? Qo'rqmasdan o'zligini kasalligini odamlarga to'g'ri tushuntirib ma'lumot yetkazish. Bizda hozirgi paytlarda ko'proq ma'lumot yetkazish kerak. Ma'lumot yetmagan sari odamlar negativ fikrda. O'sha negativ fikr, diskriminatsiyalarni yo'qotish uchun bitta man bildim, bittasiga aytsam oilada уже ikkinchisiga ham aytish mumkin, ma'lumot berib, to'g'ri ma'lumot yetkazsa bo'ladi. Orzuyim institut o'qiyman, 4-kurs, bu yil oxirgi yil. Maqsadlarim bu birinchi o'chir til o'rganib, Germaniyaga magistraturaga kirmoqchiman. Keyin oila qurib, baxtli hayot kechirish. Ko'rsatuvimiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero bu bilan bizni mehnatimizni qo'llab-quvvatlaysiz.